Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli dehqon akalar. Mana hozir 10 sotik yerdan qancha qulupnay chiqishini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Har bitta xonamiz 10 sotikdan. Hozir mana bittasi terilyapti. Navi Cleary. Hozir ko'ramiz. Cleary ochiq maydonda 10 sotikdan necha kilo chiqadi bitta terimda. Aziz obunachilar, mana hali terim tugamadi. Hozir terimchilarimiz yarimiga yetishdi. Aytgancha bu kecha ham terilgan ekan. Bugun yana terilyapti. Mana azizlar 80 kilo yuk chiqdi. Mana aziz obunachilar, hozir ko'rdingiz. 10 sotik yerdan 80 kilo qulupnay terib 50 ming so'mdan berdi. 4 million so'm pul bo'ldi. Sizda qancha yeringiz bor? Qaysi qulupnay sortini keyingi videolarimizda ko'rsatishimizni xohlaysiz? Bitta like bosib qo'yasiz, obuna bo'lib qo'ying.